6 ta 7 talab sanuzel portlashidan mijozlarimiz uchun gastevoyga qanaqa rakvina qo'yish ekan yoki qanaqa shkaf rakvina qo'yish ekan deb boshinglarni qotiryapsizlarmi? Umuman bunga hojat yo'q. Chunki mandaqa shkaflarimiz kelgan, buni razmeri 1.10 sm bo'ladi. Mana shunaqa rakvinasi bilan qo'yib qo'ysanglar, hozirgi kunda eng trendga chiqqan rakvinadan bittasi bo'ladi. Bularning no'shkalari temirdan ishlangan bo'ladi. Tegi regirovka qilsanglar bo'ladi. Past baland qilib regirovkasini qilsanglar bo'ladi va mana shunaqa penallarimizni yoniga qo'yib qo'ysanglar juda ham akkuratni xonanglarni shunaqa ochib beradiki, polkalari shishadan qilingan bo'ladi. O'zingizlar maishiy bu narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, akkuratni qilib. Bu tortmasi yo'q, ko'ryapsizlar, tortmasi yo'q, shkafi yo'q. Shunda tayyor bo'ladi, orqadagi ochuv holatda bo'ladi. Juda ham hozirgi kunda eng trendga chiqayotgan shkaflardan bittasi bo'ladi. Agarda mana shunaqa shkaflar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Rakseramik showroomiga kelaverasizlar. Bunaqa shkaflarimizda assortimentlarimiz juda ham ko'p. Agarda sizlarga buni narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga plyus belgisini qoldiringlar. Sizlarga narx-navosini ham aytib o'tib ketamiz. Toshkent shahri bo'ylab yetkazib berishimiz umuman bepul bo'ladi. Mana shunaqa shkaf qidirib yuradigan tanishinglarga sekin jo'natib qo'yasizlar yoki bo'lmasa quyidagi raqamga murojaat qilaverasizlar. Sifatni biz qadrlaymiz. Sizchi?